23 mingga Depal SL03 220 Max avtomobilini xarid qilish uchun shoshiling. Kapot ostida 1.5 atmosferli motor va 238 ot kuchiga ega bo'lgan avtomobilimiz 0 dan 100 ga 7,2 sekundda bemalol qo'zg'aladi. Batareyka sig'imi 32 va elektrda 220 km masofani Depal SL03 bosib o'tadi. Benzin bakining sig'imi esa 45 litrni tashkil qiladi, rasxodi esa 4 litr. Avtomobilimizda bagaj sig'imi juda ham katta va 473 litrni o'z ichiga oladi. Avtomobilimiz diskalari juda ham chiroyli dizayn qilingan akalar, bemalol like bosib baholab ketishingiz mumkin va 245R19 diskalar bilan jihozlangan. Akalar, salon qismidagi qulayliklarni birgalikda ko'rib chiqamiz. Head-up display, 360 kamera va besprovодной zaryadka, 15.6 dyumga ega bo'lgan monitor va chiroyli panorama tomlar bilan jihozlangan. Avtomobilimizda pamять sidinalari mavjud va обогрев obduflari ham bor. Avtomobilimiz sizga yoqqan bo'lsa, kommentariyada plus belgisini qoldiring va eng arzoniga Depal SL03 avtomobilini xarid qilmoqchi bo'lsangiz, bizning avtosalonimizga tashrif buyuring.